Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang Hosil aka, yaxshimisiz? Bor bo'ling. Biz hozir Tabib Hosil Nosiriyni yo'llariga keldik, Buxoro shahriga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang, yaxshimisiz? Rahmat, bor bo'ling. Hosil aka, sizga asosan qaysi bemorlar kelishadi? Qanday yo'nalishda? Bizda bu yerga asosan haligi diskrija degan bemorlik bor-u, kasallik bor-u. Haligi umurtqa shurasi deydi o'zbek tilida. Mana shu murojaat qiladi. Shuningdek, oqma yara, svish rus tilida deyiladi. Bu murojaat qiladi va badani oqargan kishilar, juda haddan tashqari oqarmagan bo'lsa, shular kelsa, shular yaxshi sog'ayadi. Ayniqsa eng ko'p sog'adigani oqma yara, svish va diskrija kasalligi eng ko'p sog'ayadi. Kimlar mana shu darlarga chalingan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib dori olishi mumkin. Hozirgacha necha minglab kishi murojaat qilib shu darlardan to'liq sog'ayib ketdi. Va bundan keyin ham xudo xohlasa sog'adi. Siz Xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosisiz. Ha, Xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosiman, alhamdulillah. Mana shunday hamma zaruriy hujjatlarga egaman, alhamdulillah. Xo'sh, tabiblik faoliyatingiz bu yil necha yil bo'ldi? 49 yil bo'ldi. Tabiblik faoliyatimga 49 yil bo'ldi. 49 yildan beri mana shu sohadasiz. Shu 49 yildan beri shu sohadaman. Xalq tabobati sohasida ko'rsatgan xizmatlari uchun deb Xalq tabobati assotsiatsiyasi ham o'zini ko'krak nishonini taqdim etgan menga. Shunday dorilarimizga sertifikat, patent ham farmatsevtika tomonidan berilgan bizga. Xo'p. Qancha bemorlar kelgan siz oldingizga? Taxminan ayting. Taxminan aytadigan bo'lsa, bu necha million, necha million. 49 yillik faoliyatingiz ichida. Ha, necha million odam murojaat qilgan. Demak, bular faqat O'zbekistonda emas, chet el mamlakatlarida ham bemorlar bo'lishi mumkin-ku. Qani o'zlaridan so'raymiz. Menga murojaat qilgan bemorlar, endi geografiyasini aytadigan bo'lsak, Amerikadan ham murojaat qilgan, Isroildan murojaat qilgan, Turkiyadan, Yujniy Koreyadan va o'zimizni atrofdagi chet davlatlardan, mana Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'izistondan chet davlatlardan murojaat qilgan. Albatta O'zbekistonning hamma viloyatidan har doim murojaat qilib turishadi. Rossiyadan jumladan murojaat qilib turadi. Har kuni deyarli Rossiyadan murojaat qiladi, deyarli. Rahmat, ishlaringizga rivoj. Salomat bo'ling.